Hayotda o'zing xohlagandek yashashga harakat qil. Halol, to'g'ri, o'zingni kichkinagina olamingda. Bilib qo'y, sen bu dunyoga odamlarga yoqish uchun, ularga qanaqa ko'rinarkin deb umringni o'tkazib yuborishga kelmagansan. Ko'ngling, qalbing aytganiga quloq sol. O'yla, nima seni baxtli qiladi? Kim bilan baxtli bo'lasan? Hammasini o'yla. O'ylab javobni topdingmi? Bo'ldi. Shularga erishish uchun harakat qil, ishla, biznes qur, pul top, hammasiga erish, niyat qil, duolaringda so'ra, Allohdan so'ra. Hammasiga harakat qilib ko'r. Harakat qilmasdan taqdirmas ekan degandan ko'ra, harakat qilib, Allohning xayrlisi hali oldinda ekan degan afzalroq. Qadrdonim, agar o'zing chin dildan xohlasang, albatta erishasan. Albatta erishtiradi. Erisha olmadingmi? Unda yetarlicha xohlamagansan. Shuni unutma.